3 xonalik arzonroq byudjetli variantdan yaxshi remonti bilan kvartira qidirganlar uchun ajoyib variantimiz sotuvga chiqdi. 2 xona 3 xona qilingan ushbu variantimiz 3-qavatda joylashgan. Parksez, ya'ni Bagdad ko'chasida Oltin asr mahallasining shundoqqina yonida joylashgan ushbu kvartiramizni obzorini ko'rib o'tamiz. Mehmonxonasini ko'ryapsiz. Ushbu kvartiramiz ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz bilgan bo'lishingiz kerak. Bu albatta vtorichka bo'lyapti. Kirib kelishimiz, mana bu bitta xonamiz bo'lyapti, hol ko'rinishida. Va mana bu yerda balkonimiz bor. Yopiq holdagi balkon. Kuxnyamizni, рабочая zonani shu yerga chiqarganlar, ko'rishingiz mumkin. Hamma sharoitlarini qilganlar akamiz. Isitish tizimi, sentral отопление o'tgan, albatta ulanadi. Undan tashqari pechkamiz va bu xonamizda, yotoqxonamizda, ya'ni konditsionerimiz bor. Yotoqxonamizda ham mana shunaqa standartli sharoit qilingan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli remontdan chiqqan. Xullas, bemalol kirib yashashga tayyor, pollari ham to'liqligicha almashgan, hammasi kapitalniy remontdan chiqqan. Va bu yerda 3-xonamiz bo'lyapti. 1 kishilik bolajonimiz uchun sharoit qilingan ixchamgina xona bo'lyapti. 756 million so'm deyaptilar akamiz. Yana kelishtirib beriladi. Mana bu yerda umumiy sanuzlimizni ko'rishimiz mumkin. Suv isitgichlari ham qo'yib o'tilgan. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin.